Insoniyat asrlar davomida tabiatning sirli qudratidan shifo izlagan. Shunday mo'jizalardan biri asalari. Uning zahri qadimdan inson salomatligi uchun bebaho davo sifatida qadrlanib, bugungi kunda ham tibbiyotda apiterapiya nomi bilan keng qo'llanmoqda. Bo'g'im og'riqlaridan tortib, asab tizimi kasalliklarigacha bo'lgan dardlarda samarali ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan ham tasdiqlangan. Demak, savol tug'iladi. Asalari chaqishi aslida inson uchun qanday kuch manbai? Bugungi kunda qaysi kasalliklarda qo'llanmoqda va kimlarga mumkin emas? Shu savollar bilan biz Oydin shifo klinikasi tabobat bo'limi bosh tabibi Abdulbosit Boboxonovga murojaat qildik. Asalari zahari tarkibida inson salomatligi uchun qanday foydali moddalar mavjud? Asalarini zaharini tarkibida juda ko'p hayotda uchramaydigan moddalar bor, shifobaxsh moddalar. Ulardan biri miletin degan modda. Miletin moddasi yallig'lanishga qarshi shunday kuchli vosita hisoblanadiki, tibbiyotda sehrli dori degan nomni olgan gidrokortizon degan gormon dori bor. Ana shundan 100 barobar kuchli. Yallig'lanishdan bo'ladigan har qanday kasallikka bu mana shu miletin modda shifo bo'ladi. Va mana bu hozirgi kunda ko'payib ketgan ko'krak saratoni degan kasalliklar bor. Angliyada, Avstriyada va arab mamlakatlarida ham mana shu kasallikni asalariga chaqtirish bilan davolanyapti. Bizda ham shu tajribani qo'lladik. Alhamdulillah, natijalarimiz yaxshi. Bugungi kunda bemorlar asalaridan qaysi kasalliklar uchun davo izlab murojaat qilmoqda? Bugungi kunda bizga murojaat qilayotganlar ko'proq oyoq og'riq, revmatizm, artrit, polartrit, artroz, suyak yemirilishi kasalligi bilan, bel og'rig'i, disk grija bilan murojaat qiluvchilar juda ko'p va alhamdulillah natijalarimiz juda yaxshi. Bunday muolajani o'tash muddati qancha davom etadi? Muolajamiz har xil bo'ladi. Kimlardadir kasallik o'tib ketgan xronический deymiz, surunkali bo'ladi. Bu surunkaliklarga 1, 2, 3, 4 kursgacha oladi. Va yengilroq kasallik bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1-2 kurs kifoya qiladi. Asalari bilan davolash kimlarga qat'iyan mumkin emas? Asalari bilan muolaja qilish go'daklarga, kichkina bolalarga mumkin emas, homilador ayollarga mumkin emas va har qanday kasallikni o'ta avjiga chiqqan, kuchaygan vaqtida mumkin emas. Mana shu holatni sal orqaga qaytgan vaqtida muolajani boshlasa bo'ladi. Yuqoridagi kasalliklar bilan og'riyotgan bemorlarimiz bo'lsa, bizni mana Namangan shahri Oydin shifo klinikasida tabobat markaziga murojaat qilishlari mumkin.